Assalomu alaykum. Bugungi obzorimizda Kia Sportage'ning yangilangan versiyasi 2026-yil ishlab chiqarilgan. Men sizlarga buni qisqa qilib tushuntirib beraman. Kia Sportage avtomobilimizni ikkinchi pozitsiyasini obzor uchun tanlab oldik. Bunda asosan o'zgarishlar, old oblisovkalarida juda ham katta o'zgarishlar bor. To'rtburchak qilib radiator setkalar ishlangan. Faralarga ham aytsangiz 3 tali LED qilib ishlangan va avtomobilimizni oldi tomonda partroniklar, tumankalari va 360 gradus kameralari bor. Bu asosan endi ikkinchi komplektatsiyasi. Ikkinchi komplektatsiyasida diskalari to'rtburchak qilib litiy diskada ishlangan va tormoznoy sistemasi bo'ladi. ABS podдержка qiladi va diskovoy tormoznoy sistema hisoblanadi. 360 gradusga bitta o'zingizlar ahamiyat beringlar. Bakovoy avtomatik yig'iladi, bezqulchovoy dostuplari bor. Hozir men sizlarga kapotning tagida nima joylashganligini ko'rsataman. Kapotimizni birinchi navbatda ochib olamiz va kapotimiz tagida 2 atmosferli MPI koreyskiy motor bilan jihozlashtirilgan va unda 156 ta ot kuchi bor. Diqqat qilinglar, 2 atmosferli motor. Bu degani benzin tanlamaydigan va 100 km ga yoqilg'i sarfi atiga 8-9 litrda tashkil etadi. 4 silindrli avtomobilimiz. O'zbekiston sharoitida benzinlar o'zingizlar juda ham yaxshi bilasizlar, ya'ni yo'l-yo'lakay ham quyib ketadigan bo'lsanglar, motor hech qanaqa zo'rqish bo'lmaydi va motorning rasxodiga umuman ta'sir qilmaydi. Endi kapotini yopib olamiz. Yana bokovoyda sizga bitta narsani eslatib o'tishim kerak. Bunda slipoy zona bor. Ya'ni ko'rinmas zonalarni ham bokovoyingizdan bemalol ko'rsangiz bo'ladi. Ya'ni o'z yo'lingizda ketayotgan joyingizda chap tomonga, nari palasaga o'tmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, slipoy zonasi avtomatik tarzda sizga xabar beradi. Endi ichki saloniga bitta o'tamiz. Ichki saloniga o'tsangiz, birinchi navbatda monitorlar o'zgartirilgan va splashnoy qilib, katta qilib ishlangan. Bu monitorning sifatiga o'zingiz bitta ko'rib, mana bunday sensorlarni ishlatib, o'zingiz baho bersangiz bo'ladi. Bundan tashqari rullarida o'zgarishlar bor, old oblisovkalarida va torpedga hamma narsasida o'zgarishlar bor. Rullar juda ham qulay. Ya'ni manevr qilishingizga ham, o'sha ketishingizga ham, yuqori tezlikda manevr qilasiz, farqi yo'q. Rullar juda ham qulay qilib ishlangan. Bundan tashqari airbag funksiyasi ham bor. Multifunksiyonalniy rul. Bunda cruise control, elektron tabloni boshqaruvchi knopchkalar. Bundan tashqari avtomobilimizda yana ikkinchi pozitsiyaning o'zida o'zgarish eng kattasi 9 o'nlik klimat kontrol bor edi, lekin bunaqa sensor bo'lmagan va zamonaviy qilib mana shunaqa sensor qilib ishlatib qo'yishgan. Klimat kontrolda eng katta fishkalardan bittasi bu haydovchilar, uzoq yo'lga haydovchilar bilishadi. Agar avtomobilda hamma konditsioner bir xil ishlaydigan bo'lsa, 22 gradusdan baland yoki isib ketadigan bo'lsa, uyquni olib keladi. 9 o'nlik klimat kontrol shu joyga zo'r. Ya'ni siz o'zingiz o'tirgan joyingizda 17 yoki 16 yoki 18 gradusga qo'yib qo'yasiz. Yoningizda odam sovqatmasligi uchun 20 gradusdan tepaga ko'tarib qo'yaverasiz. Bundan tashqari Broadway oynalari ham ancha o'zgarish bo'lgan. Ikkinchi pozitsiyasida yana tushuntirib berishim kerak. Bu door restarlingida ikkinchi pozitsiyada bu darajada ko'p navorot bo'lmagan. Hatto klimat kontrollari ham oddiy knopchkali bo'lgan, monitorlari oddiy knopchkali bo'lgan, ruli oddiy bo'lgan. Bu bo'lsa kojinni yo'qib yuborgan. Keyin sideniyalarda isitish funksiyalari bor. Ikkinchi pozitsiyasida bu tikaniviy material bo'ladi va komplektatsiyasiga qarab o'zgarishlar bo'ladi. Ya'ni uchinchi pozitsiyasiga o'tsangiz, kojinni unga o'tadigan bo'lsangiz, kojinni funksiyalari ko'proq, o'shuna bo'lib o'zgarib boradi. Umumiy hisobda 5 ta komplektatsiya sotuvda bor. O'rtoqlar, ikkinchi pozitsiyasida luk qo'shilgan. Avtomobilimizning ichida funksionalliklardan gapiramiz. Bu avtomobilimizda tog'larga yurish uchun moslashtirilgan funksiyasi bor. Bu nima qiladi? Pastlikqa tushayotganingizda mana shu knopkani bosib qo'ysangiz, tezlikni tanlaysiz. O'sha tezlikda sekin sizni olib tushib berishingizni ta'minlab beradi. Bu ham cruise controldaqa gap. Bundan tashqari avtoholdda gapirdim, partronikda gapirdim. Yana bitta gapirishim kerak bo'lgan narsa bu uning 360 gradus kamerasida bo'ladi. Oldingilarda ikkinchi pozitsiyasida 360 gradus kamera bo'lmagan, uchinchi pozitsiyasidan boshlangan. Men sizga yangilangan versiyasida ikkinchi pozitsiyaning o'zida 360 gradus kameralari bilan taklif qilaman. O'rtoqlar, monitorni ishlashga bitta ahamiyat beringlar. Buni misol kameralarni ko'rmoqchisiz. Avtomobilda 360 gradus kamerasini bemalol ko'rsangiz bo'ladi. Oldi tomon, yon tomon va orqa polnistiyali tepadan ko'radi deydimi? Xuddi shunaqa narsalari bor. Bundan tashqari yana rulini gapirmasam bo'lmaydi. Ruli o'rtoqlar shu darajada qulay qilib ishlangan. Bunda hatto Eco Sport normal funksiyasini ham olish uchun mana shu qo'lingizni tagiga qo'yib qo'yganman. Bularda 5 ta funksiyasi bor. Eco Sport, Normal, My Drive. Bundan tashqari tog'li yo'llarga moslashtirilganligi ham bor. Qorli yo'llarga ham moslashtirilgani bor. Rulidan tashqari endi men sizga nimani gapirib bersam bo'ladi yana. Bu USB portlari haqida gaplashamiz. USB portlari oldi tomonida ham USB port, даже orqa tomondan USB port ishlataman deydigan bo'lsangiz, oldi sideniyalarda mana bunaqa joyda USB port qo'yib qo'ygan. Ya'ni siz uchun juda ham qulay qilib ishlangan.
Sidenalari ancha o'tirishga qulay, bellaringiz bilan ushlab turadi. Siz xullas toliqish degan narsani umuman sezmaysiz. Avtomobilni qisqa qilib aytganda, o'zingiz salonimizga kelib, bitta o'tirib ko'rib yoki test drive'imizdan foydalanishingiz mumkin. Endi orqa sidenasida men sizga bitta ikkita qulayliklarini ko'rsatib beraman. Xudo xolasa, avtomobilimizning orqa o'rindiqlari ham sizga yoqadi. Qani ketdik. Kia Sportage'imizning orqa o'rindiqlarida asosan eng katta fishkasi buni orqa o'rindiqlari kengligida va patologiya ahamiyat beradigan bo'lsangiz juda ham baland. Bundan tashqari sidenalar orqaga og'ishida, ya'ni siz yo'lga chiqadigan bo'lsangiz yotib ketasiz. Pastdakanchiklarda suvlarni qo'yib komfortligini qarang. Rosa ham jonli huzuri bo'lgan avtomobilda orqa o'rindiq, ya'ni mana shu suyanadiganlarini ham regulovka qilsangiz bo'ladi. Xohlasangiz mana bundoq qilib qo'yasiz, xohlasangiz mana bundoq qilib qo'yasiz. O'zingizga eng qulayini moslag'averasiz. Endi avtomobilimizni tashqi ko'rinishlariga o'tamiz va orqa bagajlarini ham ko'rib chiqamiz. Avtomobilimiz endi orqa ko'rinishlariga ahamiyat beradigan bo'lsa, hatto orqa faralarda ham o'zgarishlar bo'lgan. O'zingiz ko'rib turibsiz, eskisi bunaqa bo'lmagan, sal kattaroq, bo'rtib chiqqan bo'lgan. 360 gradus kameralari bor va orqalarida ham bularda datchiklari bor, ya'ni siz parkovka qilayotganingizda titillab yordam beradi. Parktronik deyshadi biz tilda. Bagajiga ahamiyat beradigan bo'lsangiz, juda ham keng va katta bagaj, shtorkalargacha ham bor. Mana shu ochsiz zapaska baloni o'ziniki bilan bir xil bo'ladi. Umumiy hisobda Kia sizga 5 ta baloni bilan qo'shib beradi. Bunda damkrat, kluch, hamma narsasi ham o'zida. Ya'ni yo'lda qolib ketmaysiz. Avtomobilda endi hadoyi qismiga o'zingiz bitta haydab ko'rib bahoni o'zingiz berasiz. 100 marta gapirgandan ko'ra 1 marta kelib ko'rgan ma'qulroq. O'rtoqlar, biz sizga Kia Sportage avtomobilini yangilangan versiyasini iloji boricha qo'limizdan kelgancha obzor qilib berdik. Kia Olmaliq avtosalonida juda ham chiroyli takliflarda va qimmatbaho sovg'alar qo'shib berilgan holatda sotilyapti ekan. Hammalaring avtomobilni xarid qilib olishga shoshilinglar. Hozirroq kommentariyada Kia'ni qaysi modelini yaxshi ko'radigan bo'lsangiz, o'shani yozib qoldiring. Eng ko'p yozilgan modelda biz sizga to'liq hamma joyini, hatto test drive qilib ham obzorini qilib beramiz. O'rtoqlar, men sizlarga misol bo'lish uchun Kia Sportage avtomobillarimizni to'g'ri restylingini ko'rsataman. Ya'ni avtomobilimizni oladigan bo'lsangiz, oldi oblisovkalari, ikkinchi pozitsiya hisoblaydigan bo'lsangiz, bu adashmasam birinchi pozitsiyasi. Oldi oblisovkalar mana bunaqa qilib, qirrali qilib ishlangan, faralari ham bo'ladi. Eng full komplektatsiyalarda faqat 3 talik bo'lgan, bunda bo'ladigan bo'lsa 2 talik galagen. Diskalarida ham o'zgarishlar bor. Diskasi eskisini misol neobычный qilib, chiroyli qilib ishlagan, lekin menga yangisini yoqadi. To'rtburchi o'sha chiroyli qilib ishlagan. Yana tushuntirib o'taman. Kia Sportage avtomobillarimizni mana bu kraskalarini hisoblaydigan bo'lsa, bo'yoqlari zanglamas bo'yoqlar bilan qoplangan. Avtomobilimizni misol uchun o'zimiz tilda atsinkovniy kraska deydi. Xuddi mana shu avtomobillarda ishlatilgan. Ichki salonlariga bitta ahamiyat bering, nimada o'zgarishliklarini ko'rib borasiz. Mana ichki salonlariga ahamiyat bersangiz, mana bu obshipkalari oddiy qilib plastikdan ishlangan, lekin uniki bo'ladigan bo'lsa kojuniy. Salonlarida ahamiyat bersangiz, rullari ham bu eskisi Dorestalin ruli. Bunda ham o'sha funksiyalar bor, faqat shakllari, qulayliklari ozgina boshqacharoq. Lekin airbag funksiyasi bor. Sidenyalarni hisobga oladigan bo'lsangiz, oldi mana bu torpedkalarini, oldi oblisovka, hamma narsasini hisobga oladigan bo'lsangiz, o'zgarish juda ham katta bo'lgan. Даже bularda panorama tomi ham yo'q. Ular 4-pozitsiyasidan boshlanadi, Dorestalin. Yangisi bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi pozitsiyani o'zidan panorama tom bilan chiqargan. Вообще klass bor. Avtomobilda endi eshik yopilishiga bitta ahamiyat bersangiz, mягкий, shuppada shu holat. Orqa sizga faralarni tushuntirib o'tgandan bo'rtib chiqqan, katta qilib ishlangan edi dedim. Xuddi mana shunaqa. Bu eskisi, Dorestalin. Lekin Dorestalin versiyalarida qanaqa fishka bor deydigan bo'lsangiz, mana endi eng qiziq joyiga keldik. Kia Sportage Dorestylinlarni agar siz naqdga xarid qilib oladigan bo'lsangiz, bularda juda ham katta chegirmalarda qilib beramiz. Bundan tashqari, agar yo'q, menda boshlanish to'loviga pulim bor, lekin foizsiz oyma-oy bo'lib beringlar deydigan bo'lsangiz, Dorestalin versiyasini naqd 4 yilgacha foizsiz rassrochka o'zini tan narxida birgina pasportning o'zingizning nomingizga olib chiqib ketsangiz bo'ladi. Bunaqa imkoniyat hamma avtosalonda ham bo'lavermaydi, faqat Kia'da, shu jumladan Kia Olmaliq avtosalonida. Ushbu avtomobillar sotuvda tayyor turibdi. Siz xohlasangiz Dorestalin versiyasi, xohlasangiz Restalin versiyasi. Ikkalovidan bittasini kelasiz, tanlaysiz. Bizning menejerlarimiz avtomobil haqida sizga to'liq yanada to'ldirib tushunchani qilib beradi va avtomobil yoqadigan bo'lsa, test drive taklif qilishadi. Test drive'da chiqib avtomobilda haqiqiy yumshoqligini yoki ko'pchilik balonini ko'raydi-yu, o'sha joyiga test drive'da bitta haydab ko'rsangiz bo'ladi. Любой avtomobilda misol olmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, meni maslahatim test drive qilmasdan xarid qilmasligingizni men maslahat bermayman. Sabab, avtomobilda motor qanaqa ishlashligini bilasiz,
avtomobilda hadovoy uchastligini va kuzovini bilsangiz bo'ladi. Kuzov deganda nima bo'ladi? Siz avtomobilni haydab turganingizda uje kuzovni o'zi sizga aytib beradi. Ya'ni g'ichirlikda yoki qattiqligi yoki yumshoqligini bittada aytib beradi. Baribir o'zimizda kattalardan qolgan gap bor, avtomobilni ko'rmasdan turib olma.